Ezmaydi. Hech yo'q. Alaykum Yazg'on 24 kanalining obunachilari O'zbekiston bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul tuman shaharlarga 200 ming so'm narx. Hozir ko'ramiz qilig'ingizni. Qanchaga yaraydi? Telegram gruppa bor, tepkir mol deb yozib qidirsalar chiqadi. Kimdir olgan, kimdir olmoqchi bo'lgan, shunaqa odamlar gruppaga yozyapti. Men olmoqchiman, kimdir zakaz beryapti, zakaz qilib oldim deyapti. Moliga qo'yib taqib ko'rilgan videolari bor. Mana shu tepkir mol deb yozsalar chiqadi Telegramdan. To'g'ri qilib baylab olaylikmi uni? Yashartmas. Assalomu alaykum. Yazg'on 24 kanali obunachilari mol o'ta darajada uzun baylangan. Ko'ryapsizlar, yuraveradi. Jo'nay. Shu kaltarab ketdi. O'zi devor pevorganmi taraf? Kim olardi? Sog' Qayda notek. Qayda bayli. Imroz va qoling. O'tin nimaga mol urganimi? Uni qo'shib qo'ygan. Bo'ldi bayli. Bo'ldi. Aslida e'tibor bersan ham antibiotik razmeri katta. Hozir toraytirib sog'ib ko'radi ham. Echa tortoring. Tortoring. Echa torting tamam. Bo'ldi. Echa tortingda. Tilini chiqaryapti-ku. Tortingda. Ha. Ikkita qiling-a. Bitta. Antibiotik shunaqa chotki qilib qistirib qo'yadigan bo'lsa, mol mana oyog'i yuyishib qoladi. Ana faqirida mana. Keling, faqirda. Bo'lotami? Yilmurod? Bo'lotami? Bo'lotami esa qatorda bor. Ertaga bo'lmas qo'yishganda. Telefon o'chab turing tamam. Qadar o'ldiradigan bo'lsa. Mol surisa. Nima qilsa, shuna bo'lmaydi. Yaxshi aytdim. Molni yerini biz ishini bor. Bu birinchida bu. Birinchi tug'ishim bu. Atish bizga yo'q ekan hali. Ha, buzibdi-da. Ha, xudoga shukr, buzibdi. Forni speed. Nima qilish kerak? Yerida ishini qaytargan. Ha, surkash kerakmi? Surkash kerak. Ana bola jonivor emgan yo'q deydi, domla emizib qo'yish kerak edi. Yo'q, qonlovchi suymadimi? Sog'diryaptimi? Mana u bilan bo'ldi. Yo'q, sog'diryaptimi? Uni qo'yib qo'yishini sababsaga endi Ha, shunda og'rig'i bor ekan-a? Kecha sog'ilib yaxshi bo'ldi. Hey! Hey! Og'riq bormi? Og'rig'i bormi? o'shani ham olib ketamiz. O, qanday qiladi og'riq bo'ldi. Hozir balki keyin olib kelaveradi. Mana uni tepolmaydi-da. Asli munosibda. Kecha men ham agar nima qilib bo'ldi. Azlagan qo'ydi. Ey janob, mana sani shu og'riqdan qutulish uchun
Olur. Shuncha odam sanga ovora. Yo'lda men hech odamga duxuya qo'yib yubordim. Bu deyapti. Haj bolasini bir tushizga emizib qo'yishi domla. Elimizda qonni to'qib. Qonni to'qlasda och uni. Emganini ko'rganimiz yo'q kechasi ham kunduzi. Sheni topolmay ketyapti. Sheni topolmay ketyapti. Tez daha geldi. Kelyapti. Hozir ashi elimada org'i borda endi. Dumi sovadi. Nimaga qizilni nimaga baylab qo'ygansizlar? Yana sizlar tug'ishingiz oldin. O'raqdan bo'lyapti. O'raqda u uchayga bitta dog'i bitta sanchib qo'yganman. Shu bo'larim Belgisini solsangiz nima deyapti? Hali narigidan. Shunda Nariga yelindamiz hozir. sog' bo'ldimi? Or ekani sog'lom. Sog' bo'ldim. Yatta bolasini ham tutib yuboring-da, domla siz. Bitta sog'ayli oxirida bitta. Endi Ko'pda Şakşası hem kaptan gitarı su ortaya. emish kerak. İmayemi. Bu shop bobolarim bilan ish bitmaydimi? Qarım zavaldan geldi. Sen bor, aynan ishim tashlab kelyapti. Hashar bor edi. Hatta Uyda. sizga ham hashar tugamaydi. Usta solmaysiz-a, nima qilib hashar bilan ish bitirasiz? Qo'ng'a qilib baylab oladi chekkaga. Voya qancha qo'yadi molni. So'qadigan joy qayerda solishga harakat qildi. Mana so'qalarni balab tasdi. Hali turgan joyda. Uni olmaga baylatsa ayağını onu qoziqqa tortaman dedim. Ha, tortganda bitta tushardi. Mana qilib so'g'ib yo'qotish kerak deydi ishini. O'zi ko'paygan-a, suti ham, ha? Kechqurun sog'ing dedim men sizga, sog'ib tashlang shu molni, yelindi qarang. Yana bolasini ham tutaylik. Nima mana shu? Mana shiyda oldi. Bunu kalkakta sanıyorum. Buni tortib baylab qo'ysin buni. O'tini yaram bo'lsin. Acayip nasıl yani? Ya qimmatda. Boshqalarga 500 ming gapirib ketishga qo'yadi aytaman. Oqshomlar to'qtiradi. Hali mani ko'chardan bular. Shuni narx qo'shni qotib ketishmoqchi. 35 yuz qotib. Ko'chating bir tomon bitta shoxi o'rib, sog'i gilos solishini bilmaydi-da bu. Olod janob. Bularni o'tkazib topdim. Yemişti bilmeyapti. Kecha asas olurdu. Pullar.
Mashinachi qitig'ini o'ldiradi bolasi ham. Sog'ish kerak ekan. Ha, bak kira, bak. Solyaptimi? Ha, bak kelgan bak. To'xtadi. O qachon bu? 2 kunlik bo'ldi. 2 kun. 2 kun bo'ldi. Kecha tuqqan. Kecha bunday tug'ildi. Kecha asrdan keyin. Asrdan oldin, asrga ozon chaqirgan ketdim. Asr. Bize turursunlar ya da ha şey. İzleyapti. Sevdik orqa yerlarni sol. Abi. Taş yerinde işi bu. Evet. Ha. Tuvali ortada soğuğunu. Soğuyor şartları. Beri geri soğuyor. Evet. Mana nima? Ha, aşıları doğru bu. İçine çağdayım abi. Faqat yerga qo'yib Ha, berga oyog'ini ketadi. Qaysi ayog'ida tepadi? Tepmaydi. Tepalmaydi. Ana soğuğunu ya, qaqal tepadi aşı. Orqaga tepmas ekan bu. Apparat qo'ysa. Oldiga uzatardik-ku. Orqasida turibsiz. Mana oyoq ishlamaydi. Eng qizig'i mana taraf ishlamaydi. So'g'ing, tez so'g'ing. Bunu sotib olish kerak ekan boshqa. So'g'masa ham so'g'adi, so'qsa ham so'g'adi buni. Yillar ham mayda ekan. Nimada? Yeyaptimi? So'g'ori siz orqaga oyoq qilsam so'g'ori oldiga qilyapti xolos. Ulan qo'yib bolayapti. Ularni deb qolyapsan, charmaysiz. Ay, amak. Dumi tushib qoldi ichiga. Haligisini. Sofa qilgan, buni oram. Kepibmi? Ay Murat yo'qmi haligis? Ishi. Nima dadam nima qildi? Yo'q, topolmayapti. Shunaqa menimi? Bilmadim. Kitob qaraysiz, telefonni qo'yib. Ya, yeb qo'ygan. Yesa bo'lmasa kerak-ku, yeb qo'ysa. 3 kungacha ichib qo'yasiz. Ha. 3 kunda tushga tatda hazm bo'ladi. Eshitdingizmi? Elmurodjon ovoda tushmagan bo'lsa. Molam videoga olsa indamay turadi shekilli-da, videoga olsangiz indamay turibdi-yu, ana prosta shekilli, ana temirlaringni. Elmurod ertaga video qilib ko'rasan. Tepsani. Videochini olib kelsangiz ham tepadi. Kecha Qarshidan taksi telefon qildi. O'sha domlaga dam soldiraman dedi. Dam soldirsam tepmayadi. Ertasiga yana tepaverar ekan. Ha. Har kuni dam soldirar ekan. Tomorga. Surasini o'qib berilganmidi uni? Bilmadim. Surasini bilasanmi? Bilaman. Nima baqarani tashimas. Sigir haqida? Ha. Mana o'tib deyapsiz. Sen harakat ham qilganingiz yo'q, men Murat so'zda deyapsizga. Yo'q, bular harakat qildi. Nima qildi harakat? Dadam bundan chaqirdi. Bo'ldi deb. Men bosh harakat qildim. Ayladimi oyog'ini?
Moldimi? Ha, Ayağını belasizmi? Kaç litr sut beradi? Ko'p ular Ko'p bo'lsa kerak. 10 bor. Mana shunaqa ishib yotibdi katta bo'lib. Ya o'zi deyman hozir. Shularni qayta hamma joy deb qo'ysa, Bersa kerak 10 litr. 10 litr beraman. Ha. Bu so'skasi ham yaxshi. domlaga olsa 15 litr oladi. Chunki 7 litr, 6 litr so'ygan molni 12 ta so'yaman degan ishda o'rtog'im bilan. Sog'adi odamlar. Ko'rsangiz tep ketadi. Qarang'iz o'rasi yerida qoldi. Molam molni bilar ekan-da. Mollar bilar ekan. Qo'shni bo'ladimi? Yo, uy xona. Taxnida bilan, bog'da ichida bilan xizmat ko'rsatamiz. Ha. Bizga nari ishdan chiqyapsiz-ku? Ha. Nari ishdan siz Ash chiqqan to'g'ri. Ha, devor qo'shni. Devor gurilasiz, devor katta eshigi. Ha, katta şey. Badalarning katta eshigi. Ha. Yonida biz uy. O'shaning uchun hatto qo'rqib yuraman-da. G'irrm degan kishilar. Uylarni shatma deyapti. Uni qo'shnisimi deyapti. Masjid deb qo'yadi. Soy bo'yida. Ha. Masjidda masalan masjidda birorta narsasi topilmay qolsa biz uydan chiqadi-da. Kelyapti. Qaytadi. Ishga qaytish kerak bo'ldi. Zo'r tarhu. Ha, dirslar. Kim bor? Qo'yib ketamiz. O'lsa keyin bizni topib bu narsa. Kelib qoldi, hozir og'izga solib qo'ying, o'zi tortadi. Majburlashadi, kelib sog'inasiz. Usti bor, urib chiqqan narsa. To'g'ri. Beri yelini ham to'libdi. Endi to'lib qolsa, hozir biz solayotgan, to'xtachi. Yaxshi mol yengansan. Bu keyin bechu ham bo'lib ketaveradi bu mol. Atshos yo'qib ketadi. Ha, bu apparatlar endi. Ha, apparatda Yo'qib ketadi keyin. bir haftadan keyin yo'q bo'ladi o'zi. Bir haftadan keyin qaytib sotib olaverasiz. Antivirikdami? Ha. Kilat olmasalar. Mana kim so'rasa. Nima qilasan? Ba'zida yo'q bo'ladi-da, yo'q bo'ladi. Odaming bilan chiqarganmiz, men anaqa chiqar ekan ko'rganman bu odamni. Ha. O gapirib joy chiqarib qo'ying. Bu tomongami? Jo'nat ikkitami? Shu jo'nat ekan. Bu asosan shu bo'ladi. Samarqand ko'p bo'ladi. Samarqand, Qarshi, Jizzax, ya Buxoro, Surxondaryo. Nuks sektor oldi. Endi topyapti. Qoraqalpog'iston. Ya Andijon ko'p bo'ladi, Andijon. Poltariq, Tashlaq. Kamporli bilan kamporli masala bor. Kelib tutamiga surkalmaydi. Olib badaniga surkalashini qaytargan. Ha, uni cho'plab yedirib yuboriladi. Nariga o'tib olsam indamedimi hozir? Nariga ishlaydi. Nariga ishlaydi. Xotin orasidan soladi, xotin orasi. Mana bu joy. Bu joy yerini solib qo'ydi, oxiri. Ha, o'zi solaversin. To'y bormi? To'y bormi to'y? Oz kelyapti. Yaxshi fotkasi bilan zachi topib beramiz yoki tas qorron. Yerimda. Ey, nima bo'ladi? Mana, tashlab kelyapsan mana. Ha? Osiz qilyapsiz. Mana. Yo'q, mana qilib ishini qaytariladi, ishini. Mana. Mana. Kelib dishasi. Kelib dishiga yo'q. Chiqarib Oh my god. Hayatda yaqin bo'lib qo'yma, taqirdi. Tunajimi bola? Ha. Kim? Ha. Hozir bormikan hozir qaraychi. Hozir.
Olim akamda bor aniq. Mashkor beraymi nomerini? Ha, bering. Olim akamniki 91lik. 677. Hop. Masaj qilinib dedi shu yumshatiladi. Mijim. Ishini qaytargan mana. Tushib beradi mana shu tarafda endi. Bo'shab qoldi, ha? Ha, mana qilib masaj qilinadi. Ustidan chiqaveradi. Mana qilib ishig'i bor-ku. Ishig'ida mijim. Kimningisi nima qor aka? Ana o'nimizni. Ana o'nimizni. Shu mol tepasi, ashuni qo'yib qo'ysa, shu apparat. Shop bobolarim deb qo'yasan, bo'ldi. Shu yaqinlarda shu videoni ko'rib chiqish kerak deyman. Shop bo'lar. Yo'qsa azdashamiz-ki. Yo'q. Hey! Sök o'rgatiladi. Nega soqqa zo'r etmaydimi? Unga qo'ydim. Ya, tepadan sog'layapti. Tepadan. Mijim. Faqat mo'don tomonga qo'yib qo'y. Endi Mas tük boradi-ku. Peki olsa yerga tushunadi. Shop bobolarimni araqa olsang ko'payadi. Boqqanmi? Ha, domla. O'sha deydi. Arqa qilsa baliq yeydi deydi-da, buni qilmasin. Suti. Keyin baliq Elmurodga rahmat aytadi. Bezib qoldi. Qattiq matlar. Hammasi kechqurun sog'ish kerak. Shu bezolmasi. Yana bir kun sog'masangiz bezoladi, sog'dirmaydi. Endi bu mo'gicha o'zingizcha qattiqroq harakat qilmasang bo'lmaydi. Bu birinchi tug'ish, ikkinchi tug'ish bo'lsa ekan. Yo'q. Yana shu o'rgatdi. Qatlam o'rgatdi. Gün 4 şu ahvolda turadi. Yetakchiga odam aplikasiyaga borasiz. Nima olarkansiz? Komfortli masala bilan komfortli spir. Nima? Imron opog'ing aytib bor. Faqat Zarur ketdi. U aytsangiz olib ketdi o'zi. Qo'm nomerini aka. ha, ayt. 91lik. Telefoningiz qani? Qara. Dada telefon. Bering, yo'q. 110 962 midi? Bering, ko'ring. 585 mi? 558 mi? 555? 158? 158. Nimalar? Qo'shni bo'lar ekan-da, Muhammad Sufga. Muhammad Sufga. 91. Ha, Muhammad Sufga. Qor akam bilan ikkoviga 91lik. Bu Shlaka bo'laydan tanib oldim-da, o'zim urganman, Shlaka bo'laydi. 91. O'sh, Shlaka bo'laydi. 113. Muhammad Acıptan koteşi. 90. Ortalarında kim bu? 62. Ekranda ko'rdi. Ha. Ha, Muhammad ukasi bor hozirgi. Şuncha farqi Ya bor. qana aytdi, noto'g'ri aytdi. Ha? Tervor bor, Ash- ashuna ter. Aylanib o'tibsiz-da, baqa. Muhammad ham katta eshigi. Ha. Mana o'tda oldi eshigi. Qaysiga teryapsan? 91ligi. 94lik ketdi. 94ligi. Havo deb qo'yibmi, dada deb qo'yibmi? Olay. Dada degan. Atala qilyaptimi?
Dada. Nima? Emrod suyini rangi ham yonmas ekan. Mana uni 94 113 Okey, kes. Assalomu alaykum. Sizmisiz? Men Nurullohman. Nimami? Ko'chadamisiz? Yasovonda. Haligi narsani olgani bordingizmi? Ha, o'shani. Nima? Komfortli spirt yana nima edi? Komfortli masla, komfortli. Komfortli masli ekan keyin bittasi. Aptekaga kelsa Kamforli masla. U kamforli maslasini olibman. Ha, bo'laveradi maslasi ham. maslasi ham Nechta olibdi? nechta oldingiz? Mosol aka, Kamforli maslasini mana nechta olsin, muncha olsin, aptekada ekan hozir. 3 ta olaversa 7 metrda bitta surkinga. Bitta apteka deydi. ikki tushda olaymi? Kamforli masla, mana ikkita oldim. 3ta olib qol. Yarachi,